9. bab. Bir kuni Davud Savul jamiyatidan hayot qolganlardan biror kishi bormi deb so'radi. Agar bo'lsa, men Yonatanning haq hurmati uchun u kishiga mehr muhabbat ko'stay. Savulning jamiyatiga ishlaydigan Zibo ismli bir xizmatkor bor edi. Uni Davudning yeniga chaqirtib kelishdi. Sen Zibo bo'lamsan deb so'radi Davud podsho uningdan. Ha, olilari, men bo'laman deb javob berdi u. Savul jamiyatidan hozirgacha biror odam qolganmi? Men uningga Xudoning mehr shafqatini ko'stay dedi podsho yana. Yonatanning o'g'illaridan biri hayot bo'lib, uning ikkala puti to'kurdir deb javob berdi Zibo. U nada? So'rdi podsho. U Lodibardiki Ami elning o'g'li Makirning uyida turdi deb javob berdi Zibo. Shundan keyin Davud podsho Lodibardiki Ami elning o'g'li Makirning uyidan uni elib kelishga odam avatdi. Saulning navrisi, ya'ni Yonatanning o'g'li Mefiboshet Davudning oldiga kelib, yerga bosh qo'yib ta'zim qildi. Mefiboshet dedi Davud. Labbay dedi u. Qo'rqma, men otang Yonatanning haq hurmati uchun sana mehr muhabbat ko'rsatib, burun bovang sog'lig'i tava bo'lgan yer zaminning hammasini sana beraman. Buningdan boshqa sen doim dastxinimda men bilan billa g'izolanasan, dedi Davud podsho uningga. Fikr o'lik itdak qadrsiz bir odamman. O'zlarining bunchavala yaxshilik qilishlariga arzimayman, dedi Mefiboshet yana bir martam ta'zim qilib. Davud podsho Saul uchun ishlagan xizmatkor Ziboni chaqirtib kelib uningga, men Saul va uning jamiyatiga nima tegishlik bo'lsa, hammasini xo'jayiningning navrisiga berdim. Sen o'g'illaring shundaqla xizmatkorlaringning hammasi xo'jayiningning jamiyati uchun yerlarini terib olgan g'usulni ularning gap ishiga bergin. Xo'jayiningning navrisi Mefiboshet bo'lsa, doim men bilan bir dasturxonda bo'ladi, dedi. Ziboning 15 o'g'li, 20 xizmatkori bor edi. Zibo podshohga, Fikr podsho olilarining amr qilganlarining hammasini bajo keltirdi, dedi. Shuningdan keyin Mefiboshet xuddi podshoning o'g'lidek podsho bilan bir dasturxonda o'ltirib g'izolanadigan bo'ldi. Mefiboshetning Mika ismli bir kichik o'g'li bor edi. Ziboning uyida turadiganlarning hammasi Mefiboshetning xizmatkorlari bo'ldi. Ikkala puti to'kur bo'lgan Mefiboshet endi Yerusalimda yashab qoldi va doim podsho bilan bir dasturxonda g'izolanib turdi.